Nima yurdi olmasanga yur botdan. Ey, tushunmayapman, qayerqa yurishim kerak? Qurolni tushirib gapiring. Yur orqamdan olmasanga hozir judayam qamoqxonaga o'tqazaman. Shunaqa azoblayman seni. Voy, nimaga men hech narsa qilganim yo'q axir. Nima hech narsa qilmading yurdi olma. Shunaqa jinoyatsan, judayam xavfli jinoyatsan sen. Voy, men hech nima qilganim yo'q. Qanaqa o'tqizyapsiz meni? Bunaqa mumkin emas-ku axir. Nimaga mumkin emaskan yurdi olma. Qaysi xona bo'sh ekan? Yo'q bo'lmadi. Mana shaqa o'tirasan. Davay bu yoqqa kir. Xo'p, kiraman, lekin tushunmayapman nima qilganimni. Axir men hech narsa qilmadim. Prosta meni olib ketyapsiz, jinoyatsan deb xavfli. Voy, bilmayapsan nima qilganingni. Judayam xavfli jinoyatsan axir. Bunaqa prosta o'tqizish kerak emas. Qanaqa xavfli jinoyatchi? Men hech narsa qilganim yo'q axir. Bo'ldi, mana ishda o'tirasan. Shunchaqa azoblayman seni. Kechalari bilan azoblanib chiqasan. Davay tegma menga. Bor bo'tdi, bo'ldi. Mana ishda o'tirasan endi. Kechasi bilan azoblayman seni. Tepib urib tashlayman seni. Juda xavfli jinoyatchi. Tegma nolmaman senga. Tushunmayapman nima qilyapsiz? Bo'ldi, menga ham tegmang unda. Bo'ldi, mana ishda o'tirasan. Hammaga salom do'stlar, men otim Kampo, yangi joyga yaxshi kelibsizlar. Men buni qaraylik, tushunmayapman nimaga meni qamoqxonaga o'tkazdi. Men hech narsa qilmayaptim, prosta bog'larimni sug'uryotgandim, sug'uryotgandim, sen jinoyatchisan, yur qamoqxonaga deb. Men hech nima tushunmayapman, qamoqxonaga olib ketdi shunaqa deb. Nima qilsa bo'ladi endi? Qaraylik, o'zi ham ketdi qamoqxonaga o'tkazdi. Qanaqadir ichib olganmi, tushunmadim. Aqldan ozgan politsiyaskiy ekan rostdan ham. Nima qilsa bo'ladi endi? Rostdan aqldan ozganda. Ey odam. Nima, kim chaqiryapti meni? Sanmi? Salom, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Sen ham prosta bu qamoqxonaga o'tkazishdimi? Ha, prosta meni qamoqxonaga o'tkazdi. Hech narsa qilganim yo'q. Menga xuddi shunaqa qamoqxonaga o'tkazgan. 10 yil bo'ldi уже qarib ketdim. Atakiman qochib ketardim. Alam movoq yedim, lekin qarib qo'yganman-da. 10 yildan beri shu yerdaman. 10 yil oldin meni prosta o'tkazgan shu qamoqxonaga. Rostdan ham aqlidan ozgan, ichib olgan politsiyaskiy ekanda. Yomon afsuslanaman. Voy, rostdan ham shunaqa deng, siz 10 yil shu yerda o'tirasizmi? Prosta takka deyman, alam moyim kelib ketyapti. Bo'pti, bo'lsa rejani eshit. Hozir politsiyaskiyni chaqirasan, aytasan, aylanish vaqti bo'ldi. Aylanishga chiqsam bo'ladimi deysan. U albatta ha deydi, chunki vaqti bo'lgan. Amal sandiqlariga narsalar to'ldirib turaman, kerakli narsalar senga qochish uchun. Shu narsalardan keyin qochasan, tushuntirib beraman senga. Bo'pti, rahmat sizga. Hozir uni chaqiraman. Ey, politsiyaskiy, bu yoqqa keling. Ey, politsiyaskiy. Ha, bu nima deyapsan? Ne baqiryapsan bo'tda? Nima hozir qurolni ochishni xohlayapsan seni? Yo'q, prosta men sizga aytmoqchi edim. Aylanishga chiqsam bo'ladimi? Aylanishga chiqsam bo'ladi. Davay bo'lmasa yur orqamdan. Xo'p, davay bo'lmasa ketdi. Ketdi orqamdan. Hozir aylanishga chiqasan. Mana eng xavfli jinoyatchiman aylasan. Davay bu yoqqa orqamdan yur olmasanga yur. Jinni politsiyaskiy davay. Ey, nima deyapsan bo'tda? Yo'q, eng yaxshi politsiyaskiy siz deyapman-da, xullas. Ketdi, qayerqa borish kerak endi. Xo'p, mana mashaqqami? Yur orqamdan. Mana chap tomonda hozir adasini qo'yib olib bo'ldi. Mana mashaqqa kir. Tushunmadim, eng xavfli jinoyatchilarni oldiga oldirdingizmi? Yo'q, aylangim kelmay qoldi mana. Aylangim kelmaydi. Davay so'radingmi endi aylasan? Orqaga yo'l ochyapsanmi? Mayli, chiqib qoling endi, aylangim kelmay qoldi mana. Yo'q, aylanasan, nima aylanasan bo'ldi, xayr. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Obbo, eng xavfli jinoyatchini oldiga o'tkazib qo'yishdi-yu, mana nima qilaman endi? Qanaqa qotsam bo'lar ekan endi, bo'tdan qanaqa qotsam bo'lar ekan? Ey, sen yengimisan bo'tda? Yo'q, iltimos, menga gapirmayli. Yengiman. Obbo, chiqazinglar meni bo'tdan, namuncha bunaqa xavfsizlik tizimi juda ham yuqori ekan. Ey, chiqazing iltimos meni. Ey, nima deyapsan? Qanaqa chiqasan? Hali vaqting tiqilib yotibdi sana. Mana ishda o'tirasan, nima o'tirasan hali vaqting ko'p sana. Aylanishga bor aylanaman. Bo'pti, aylanaman. Keyin chiqasan mana. Qanaqa qotsam bo'lar ekan? Men devordan o'tsammikin, balkim. Voy bo'lmasa mana devordan o'tib ko'raman.
Davay devordan sakrab ko'raman. Yo bo'yim yetmaydi-yu. Ey, chumbonim, nima qo'lsan o'tasan? Yo mashq nima qilmayapman. Ey, nima qo'lsan, olmasang yozib o'taman. Ben ol oyog'ingga. Oyog'im nima yo'g'imga o'ta so'rayapti-ku. Nima qochoqchiman deyapman, umuman qocholmaysan. Ey, xavfsiz qamoqxona cho'lsanmi? Obbo bo'ldi chiqa qolay. Ketdim. Bo'pti, vaqti tugadi, mayli, ketdi. Ketdi. Obbo oyog'im shu oyog'imga ham o'tasizmi? Erta bo'lsanga xohlasa yana olaman, demay ketdim, ketdi. Izdan chiqolmayman. Oyog'im og'riydi-ku axir. Ey, yurdim senga. Davay, yurdiz. Yana otib tashlayman, xohlasa yana bitta otib tashlayman, qurolman. Hamma yo'g'ini kallang otaman xohlasan. Obbo mayli ketdi xonamga o'zimmi. Shunaqa ham jinni politsiyskiy bo'lasizmi? Nima rosa tushunmadim. Yaxshi politsiyskiy bo'lasizmi? Davomman shunchalik ham. Mayli, mana davay oching eshikni. Endi menga maqrosan, hozir azoblab tashlayman endi. Sen qochoqchini jazolayman, sen cho'lsan meni. Qanaqa jazolasam bo'ladi seni? Yo bo'ldi, uzr jazolamay boshqa qilgan yaxshi tutaman o'zimni. Bo'ldi, yaxshi tutganda o'zingni qara endi. Agar yana bitta shaxs jazolaymanki, yomon esidan chiqmaydi. Bo'ldi, tayyorlab qo'ydim hamma narsani. Mana sandiqini tayyorlab qo'ydim hamma narsani qochish uchun. Bo'ldi, rahmat, sizga kattakon bo'lmasam. Xullas, mana qarang, hozir sandiqni kerak narsalar qo'yib qo'yganman. Hozir o'sha qurolni olasiz, keyin zirchatka bor, o'tdan dinamitga o'xshagan narsa. Eshikning oldiga dinamit qo'yasiz, keyin o'shadan eshik portlaydi. Qani ko'richi bo'lsa, vau, rostdan zo'r narsa tayyorlab qo'yibsiz. Xullas, dinamitga qo'yasiz, eshik portlaydi, politsiyskiy oldiga keladi. Chunki eshik qo'yadi, portlagandan. Xullas, o'sha politsiyskiylarni bitta ikkita otib tashlaysiz, politsiyskiyda birga otishma qilasiz. Keyin otishma qilib bo'lganingizdan keyin pastda mashina turibdi, pulemyotli mashina. O'sha pulemyotli mashinada kreativ bor. Agar o'tirsangiz o'sha yerda qochasiz o'sha mashinadan. Rahmat, sizga kattakon bo'lmasam hammasini tushuntirganingiz uchun. Bo'ldi. Berganingizga rahmat hamma narsani. Vau, juda ham zo'r qurollar va branya olmazni. Bo'ldi, sizni umuman esdan chiqazmayman. Rahmat, sizga kattakon. Sizni hali qutqarish kerakman. Pritsel bilan yana juda ham zo'r ekan. Bo'ldi, mana vzrivchatka dinamit aytmoqchiman deysiz. Mana eshik buzadigan. Xo'p, keyin politsiya kelish kerak. Bu yoqqa qo'ysa bo'lar ekan, devorga osib qo'ysammi ekan? Ayyo, bu yoqqa bo'lmaydi. Balkim bu yoqqa qo'ysammikin, bu yoqqa qo'yilmayapti. Balkim bu yoqqadir. Bu yoqqa ham qo'yilmayapti. Bo'ldi, mana shu yoqqa qo'yildi. Hop, davay chetga o'tamiz, bo'lmasam hozir portlaydi. Davay bo'lmasam ishi buziladi. Ana portladi. Nima bo'ldi? Mana shunaqa narsa bo'ldi. Qani endi hozir chiqish kerak. Nima bo'lyapti? Nima bo'lsa qochib ketyapsanmi? Qanaqa bo'lyapti bizning eshikni nima qilyapsan? Hozir ot tashlayman. Yomon jazolayman hozir, yomon jazolayman. Davay granatalar otib tashlaymiz, davay endi otib tashlaymiz. Olma. Obbo tegmayapti-ku. Otma menga, qatdan qurol oldingsan, tushunmayapman. Nima qilyapsan? Otma menga, hozir jazolayman seni. Tunuqqa jazolayman, ol. Jazolamaysan, ol, ne tegmayapti. Obbo, yaqinroq borishim kerak. Hozir yoningga boraman deysan. Yoningga boraman deb otdim, mana mashinani kutib olamiz. Davay ol. Mana bo'ldi do'stlar, tamom bo'ldi. Lekin u tirilib qolishi mumkin. Bu joyda tirilib qolishi mumkin. Ana yerda ot ko'rinyapti, ana yerda nimadir tayinlanyaptim deyman-da. Hozir mana mashina paydo bo'ladi. Xo'p. Bu yoqqa qanisan? Olma. Mana buni qaranglar, tamom bo'ldi. Yana tirilib qolishi mumkin do'stlar. Mana mashina otib tashlaymiz granatalar. Politsiyachilar otib ketgan-da. Hozir ko'proq politsiyachilar chaqiradimi deyman-da. U tirilmayapti, lekin tirilib qolishi mumkin. Ana ot ko'ryapsizlarmi? Hozir demay ana hozir chiqadi. Qanisan, hali ham shodlanmisan, qani yoki zo'r qulolni olamiz. Davay boshiga bo'ylab turamiz mana shu. Ol. Hozir olasan. Mana do'stlar, bo'ldi, tamom bo'ldi. Endi qanaqa qilib qochish kerak? Ana bo'ldi. Nima qilsan? Ol. Ana bo'ldi. Endi ishini buzishim kerak. Granatalar otib tashlaymiz. Davay eshik buzildi. Eshik buzildi. Ana bo'ldi. Nima qilsan tepada? Bo'ldi, qochishim kerak farqi. O'ylashga vaqt jonim ham kam.
Mana mashina plyumentli mashina etganda, boshqa tomondan o'tirman, plyumentli mashina mana yoqqa o'tirib qochishim kerak, tezroq kim kelyapti? Kim kelyapti? Ay. Do'stlar kreativ yoqildi rostdan ham. Bo'ldi, kreativda ketaman endi. Do'stlar kreativ yoqildi. Bo'ldi, yaxshi hamki yoqildi, jonim azginch qoldi. Bo'ldi do'stlar. Mana просто tak bu qamoqxonaga o'tkazishdi, o'shaning uchun men qochib ketdim. Alamni oldim, bu politsiyskidan necha marta tamom qildim. Ana bo'ldi do'stlar, bu yerdan ham qochib ketdim. Bunaqa jinroq politsiyskidan aqldan ozgan, ichi olgan bo'pti do'stlar. Bo'lmasam meni qamoqxonadan qochib ketdim. Просто tak o'tkazishni meni like bosishni unutmanglar, chiqmasin. Keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar, sog' bo'linglar.